Isming nima og'ayni? Humoyun. Humoyun? Yaxshimisan? Bitta savol. Sen bugun kelding-a? Ha, bugun. Agar qarshi bo'lmasang, sen bilan ozroq sparingga tushmoqchi edim. Mayli, muammo yo'q. Bo'ldi bo'lmasa, boshlaymiz. Nimaga? Nimaga aynan u bilan sparingga tushmoqchisan? Endi bu yigit yaqindagina keldi. Men uni tanimayman. Shunchaki sinovdan o'tkazib ko'rish qiziq. Bo'ldi. Humoyun To'xtamurodovni sparingga taklif qilgan yigit hardkor MMA jangchisi, rossiyalik Beslan Mizov sparingni low kick bilan boshlaydi. Ular o'zaro high kicklar bilan almashib olishgandan so'ng Humoyun Beslanni takedown qilmoqchi bo'ladi. Va bu sparingning kulminatsion nuqtasi. Humoyun raqibiga o'ng qo'lda aniq cross zarbasini yo'llaydi. Va shu paytda jang to'xtatiladi. Beslan Mizov nima sababdan jang to'xtatilganidan hayron. Nega to'xtatildi? Hech narsa bo'lmadi-ku. Men bu zarbadan yiqildim va endi turaman deganimda jangni to'xtatishdi. Mayli, hech qisi yo'q, nima ham qila olardik. Mashg'ulotlar o'z yo'liga. Sen endigina kelganing uchun men seni shunchaki sinovdan o'tkazmoqchi bo'ldim. Yo'q, bemalol og'ayni. Bu ham biz uchun yaxshigina tajriba. Agar biz bu yerga yaxshi jangchilarni olmasak, ular bilan sparing qilmasak, ular bilan jang qilmasak, biz bu yerda nima qilyapmiz? Bu fakt, bu shunday bo'lishi kerak. O'ylaymanki, kelajakda sen bilan oktagonda yana ko'rishamiz. Bir kun kelib sen bilan biz birgalikda oshiymiz og'ayni. Ha, biz oshiymiz, keyin jang qilamiz, keyin yana oshiymiz. Ha, shunday bo'ldi. Men tayyorman. Bo'ldi. Hech qanday muammo yo'q. Ko'rinib turibdi, u juda ham tajribali jangchi. Sen buni his qilding-a? Albatta his qildim. Menga uni kurashchi deb aytishgandi. Demak, seni chalg'itishgan ekan. Shu sababli men uni kurash uslubida jang qilishini o'ylab, bir-ikki marta agar kurashga o'tadigan bo'lsa, bu yaxshi fikr emasligini unga tushuntirib qo'ymoqchi edim. Men uni oyoqqa hujum qilishini kutayotganimda, o'ng qo'lidagi zarbasi o'tib ketdi. Ko'rsatgan mahorating uchun qo'lingni siqib qo'ymoqchiman. Juda chiroyli jang bo'ldi.